Askiya aka. Uyatsiz gaplar ham bo'lganda. Yo'q, uyatsiz gap yo'q. Askiya aka o'zi asnaga bo'ladi. O'zi bir kelib qoladi. O'zi qog'ozga o'ralgan variant. Qog'ozga o'ralgan varianti. Yoshlar endi tushib ketsam bo'laveradi. Hurmatli. Yo, kelyapti-yu analar. Men do'ppini egasiga berib-ku, do'ppisi. Ana, asnada keling, xudodan azbek. Osmonda yurgan maylaymisiz? Nariga ketgandan gapiryapti. Oling. Muhammad Ali. Bosiga kulgini nimaga oldi? O'zi to'ra ayolinglar, ikki ayolinglarni ko'rganda o'rnidan turib chiqib ketadi. Hasadkasi bo'lakcha bo'ladi. Anaqa belgi o'zi yakka bo'lib qolib, dumini qisib ketdimi? Nima bo'lyapti bu? Yelkalarga Bahor kelib, qovoqlar yerga tushyapti. Hozir kurti otish sharapasida. Yerga o'tirib. Do'ppi beringlar, domlaga. Quramayaminglarga osilmayapti, to'rttayamiga. Oling. Olim aka. Olyapsizmi? Olim aka. Gulmi? Televizor uchun akangiz bo'lsin. Siz hali olim aka deyishadi. Olim bayka deb. Bitta Qo'qon dedi, mana bitta Andijonda ham bor inshaalloh. Mana shu olim akami bir tomonlari bor Azizbek. Olim akam har yuradi. Har yurganda hamma yoqni zindiratib boradi-da. Biz bilmagan taraflari ham bor ekan-da. Borda. Sanjar akam ham biladi. Hali ularni bular orqadan tushib olsa bir ko'radi. Mo'minaga boshqa oladi. Hozir yoshlar o'ziga oladigan bo'lmay qoldi. Qo'lini bilishyapti. Azbek aka meni bering. Ya bo'ldi deb bo'ldi. Hamma narsani telefondan o'rganyapti. Azbek sizga o'xshayapti. Hozirgi yoshlarning ustasi yo'q. Hozirgi yoshlarda ustasi telefon. Ustalar orqasida yurmaydi ular. Ular cho'ldagida hozir o'tirib ko'radigan bo'lib qolganda ular.